turmush o'rtog'ingiz sizni semiz, xunuk, hamma narsadan charchagan, energiya bera olmaydigan, dangasa deb hisoblasa ham, ishoning, siz sevilishga va sevilishga loyiqsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimalarim, yaxshimisizlar? Ayniqsa hayotida turmush o'rtog'i bilan munosabatlari yomonlashayotgan, oxirgi paytlarda ortiqcha vazndan qiynalayotgan, nima qilsa ham ozolmayotgan muslimalarim, ekranga yaqinroq o'tiring. Bugun siz bilan aynan ozish mavzusida va eringizni qalbiga yo'l topish mavzusida gaplashamiz. Oxirgi paytlarda menga kelayotgan eng ko'plab SMSlar orasida tushayotgan gap bu: ustozam, men semirib ketyapman. Menda juda ham ko'p defitsitlar bor. Gormonlar buzilib ketyapti. Nima ichsam ham, nima yesam ham, hatto dieta qilsam ham ozolmayapman. Yordam bering degan menga ko'plab SMSlar keladi. Xo'p, keling ko'rib chiqamiz. O'zi ayol nega semiradi? Nega biz turmush qurgandan keyingina bizning qorin sohamiz osiladi, semirib ketamiz va qayta ozolmaymiz? Qaytanga har qaysi tug'ruqlar bizni yana ham vazn olishimizga va ozmasligimizga sabab bo'ladi. 14 yillik turmushida 5 marta homilador bo'lib, 2 marta farzandni dunyoga keltira olgan ayol sifatida aytamanki, turmush qurish sizni hech qanaqasiga semirtirmaydi. To'g'ri eshitdingiz. Turmush, oila, ya'ni sizni hayotingizda juftingizni paydo bo'lishi sizni hech qanaqa gormonal narusheniya, ya'ni o'zgarishlar, semirish, hattoki qorin sohangizni osilishga sabab bo'lmaydi. Bularning barchasi sizning ruhiyatingiz bilan bog'liq. Bugun sizda mavjud bo'lgan bir nechta ustanovkalarni noto'g'ri ekanligini ko'rsatib, ilmiy isbotlab beraman. Nega biz turmushdan keyin, ya'ni juftimiz bilan munosabatlar boshlangandan keyin semirishni boshlaymiz? Birinchisi, siz avval turmushga chiqishdan avval qiz bola paytingizda sizda aynan turmushdan keyingi majburiyatlar bo'lmaganligi, ya'ni sizga turmush majburiyatlar ko'paygan maskan sifatida ko'ringanligi. Qaysi ayol nikohdan keyin, to'ydan keyin men mana bunga majburman, unga majburman, bunga majburman kabi bo'yniga me'yordan ortiq majburiyatlarni olsa, u ayol tug'adimi, tug'maydimi farqi yo'q. Unda birinchi navbatda gormonal o'zgarishlar, kortizol, prolaktin, progesteron gormonlarida esa o'zgarishlar sodir bo'ladi. Chunki bizning ichimizdagi hissiyotlar bu gormonlar bilan aks etadi. Ayniqsa mana bu yelkalar sizda kachoklashishni boshlaydi. Ikkinchisi, nega biz turmushdan keyin ayniqsa bel sohamiz, qorin sohamizda yog'lar yig'iladi? Bunga homiladorlik va tug'ruqlar sababmi? Yo'q. Har qanday homiladorlik va tug'ruqlardan keyin ayolning qorin sohasi o'z holatiga qayta oladi. Yaratgan bizni tabiatimizni, bizni tanamizni shunday yaratganki, har qanday sog'lom homiladorlik tanani avvalgi holatiga qaytishga yordam beradi, izdan chiqarmaydi. Faqat bosqichma-bosqich sodir bo'ladi. Unda nega tug'ruqlardan keyin biz semirib qolyapmiz, qorin sohamiz yo'qolmayapti? Bu yana psixologik sabab bilan bog'liq. Bitta eslang, oxirgi paytlarda qaynonangizga, qaynegachingizga yoki xudo asrasin kundoshingizga nisbatan ichingizda inkor, nafrat, g'azab bilan yuryapsizmi? Ularga bu ichingizdagi inkorlaringizni gapira olmayapsizmi? Aynan mana shu inkorlaringiz qorin sohasida yog'larni ko'payib, insulin, kortizolni me'yordan ortib oshishiga sabab bo'lyapti. Chunki siz ichingizga yutgan har bitta ruhiyatingizdagi yuklamalar, ya'ni ruhiyatingizga kerak bo'lmagan negativlar qorin sohasida borib, sizdan oldin qorningiz chiqishga sabab bo'ladi. Go'yoki ruhiyatingiz o'ylaydi, men ichimdagi inkorlarni shu tarzda ko'rsatyapman. Yoki-da tug'ruqdan keyin qorin sohasi hech qanaqasiga osilib qolmaydi, agar ayol o'zini ayollik fitratiga nisbatan to'g'ri tushunchalarida bo'lsa. Uchinchisi, nega aynan turmush qurgandan keyin biz semirib ketamiz? Men ortiq erimga yoqib bo'ldim, endi kimga ham yoqardim, endi men idealman, erim boricha sevsin. Bu juda ham noto'g'ri tushuncha. Men hali ishoning bitta narsani ko'rmadim. O'ziga qaragan, o'ziga ishongan ayol eriga yoqmaganligini ko'rganim yo'q. Ya'ni siz turmushga chiqqach o'ziga qarashni to'xtatib, sochlar pala-partish, taralmagan, ro'moltaga g'ijim qilib urilgan, patalay bo'lib yotgan holatda, uxodsiz, makiyajsiz semirib ketsangiz, men shu holatda ham erimga yoqaman deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Har qanday erkakka juftini o'ziga qarab yurishi yoqadi. Xo'p, nima qilishim kerak? Nimaga men ozolmayapman deyapsizmi? Birinchi navbatda o'zingizga ajratayotgan vaqtingiz deyarli yo'q. Siz o'zingizga vaqt ajratmaysiz. Yo'q, mana bu ishim qolib ketadi, yo'q, mana bu ishim. Bu bahona. Istagan albatta imkon topadi. Ishoning, hatto siz o'zbek milliy taomlarini yeb turib ham oza olasiz. Sizni har qanaqangi ovqatlarni yeb, dietasiz ozishingizga men o'rgatmoqchiman. Ikkinchisi,
qanday qilib qorin sohasidagi yog'larni, ichimizdagi inkorlarni urushmasdan, talashmasdan bartaraf qilishimiz mumkin? Hissiyotlaringizni to'g'ri yashash orqali. Qanday qilib hissiyotlarni to'g'ri yashash mumkin deysizmi? Buni ham sizga o'rgatmoqchiman. Keling muslimam, yaxshisi men sizga bu mavzuni to'liq batafsil tushuntirsam. Chunki mavzu juda ham katta, darslik juda ham katta. Sizni semirtirayotgan omillarni bitta-bitta ko'rib chiqib, bitta-bitta yechim bersam nima deysiz? Diyetasiz. Hamma narsani yeb turgan holatda defitsitlaringizni yopib, bir umrga ortiqcha vazn bilan xayrlashmoqchimisiz? Va eng asosiysi, eringiz oldida ideal vazn, ideal qomat, ideal tanaga ega bo'lgan holatda eringiz bilan orangizdagi uchinchi shaxslarni olib tashlamoqchimisiz? Va eng asosiysi, yo'qolmayotgan biqillagan qorin yog'laridan bir umrga xalos bo'lib, o'zingizga nisbatan ishonchingizni orttirmoqchi bo'lsangiz, unda men sizni master klassimda kutaman. Eng asosiysi, bu master klassim mutlaqo bepul. Siz dunyoning istalgan nuqtasidan turib qatnashishingiz mumkin. Inshaalloh biz siz bilan semirishingiz sabablari va bir umrga ortiqcha vazndan xalos bo'lgan holatda, hamma narsani mazza qilib iste'mol qilgan, milliy taomlarni paqqos tushirgan holatda ozish sirlarini o'rgataman. Hoziroq izohlarda qoldirgan havolani bosing va albatta semizlik, ortiqcha vazn va eri bilan munosabatlarda muammosi bor bo'lgan o'rtog'ingizga bu videoni ulashishni unutmang. U ham bu bepul master klassimizdan xabar topsin va qatnashsin.